Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarga hozir 73 ballik zakazimni ko'rsataman. Ba'zi bir holatlar qilib to'lov qilishga ulgurmadim. Yana natijada 5 ballikni pul tashlab, lekin to'lovga bosmabman. Sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Aytinglarchi. Qaranglar, bu juda ham yaxshi skidkada bo'ladi. Arvanta atiri. Qizlar birinchi olishim probnikidan hidlaganimda uncha yoqmagan edi. Lekin arzon chiqibdi deb turib baribir zakaz qildim va ochib ko'rdim. Bilasizlar, men ochib ko'ra olmasam tura olmayman. Chiroylisini qarang, juda ham chiroyli. Kstati, hidi yozga ham to'g'ri keladigan hidlardan ekan. Ayjonimga ana сразу hidlatdim da. Juda свежий ekan. Да, juda свежий, приятный аромат, поэтому bu bemalol olib sotsalaring bo'ladi. Тем более hozirgi katalogda qizlarjonlar skidkada chiqqan. 147 ming. O'zi bilasizlar, 200 ming skidkada chiqadi Arvanta atiri, lekin hozir 147 ming вообще super narxda. Bilasizlar, azob bo'lganlar buni arzonroq oladi. Keyin mana bu atirni oldim, Kaoritsenni, потому что bu oldingi promenada atiriga o'xshar ekan qizlar. Bu promenada juda ham mashhur bo'lgan, uni chiqarilmay qo'yganiga rosa ko'p odam so'ragan. Aynan mana shuni zakaz qilsangiz, bersangiz bo'ladi. Свежий, yozga приятный. Kstati, bu atir haqida stoyki degan ma'lumotlarni eshitdim. Mana bu Arvanta atiri ham qirolchalar atiri ko'ryapsizmi? Тоже stoyki. Lancelot atiri qolmadi, тоже zakaz edi qizlar, поэтому bundan zakaz qildim. Еще хочется сказать, albatta sizlarga mana bu gel, kir yuvadigan gellar 20 marta kir yuvishga bitta qizlar shunaqangi zo'r narxda oldim. Men sizlarga ko'rsatmoqchi edim shuni narxini, qarang. Ichki narxi 46600 so'mdan oldim. 20 ta stirka uchun вообще sut ekinda qizlar. Поэтому buni olib qo'yish kerak hozirgi skidkalardan foydalanib. Mana bular 26900 dan chiqdi katalogda, ichki 19900 dan aloe krem yuzga. Bilasizlar, aloe teriga juda ham yaxshi ta'sir etadi. Поэтому sizlarga maslahat beraman, такой byudjetный, arzonroq bo'lgan variant. Omega Hit sovunni oldim. Qizlar, bundan o'zim hech qachon olib ko'rmaganman. Nobetda ichida 3, 6, 7, 9 omegalar bo'lgani uchun bu teri uchun juda ham yaxshi ta'sir qilish kerak. Buni qizlar men ishlatib ko'rishga oldim. Yaxshi o'ziflar bo'lgani uchun opachamga ishlattirmoqchiman. Da. Keyin verbenani oldim. Dumaloq kremi bor, universalniy. Kstati, agar allergiyangiz bo'lmasa, bu verbena kremi poralarni ham toraytirib berar ekan. Effekti allergiyasi borlarga lekin to'g'ri kelmaydi. Katalogda 32900 dan chiqqan. Так, давайте еще botanikani shampunini olganingizda balzami skidkaga berilibdi. Menga balzamni kerak edi, birotalar shampunni ham olib oldim, arzonroq tushsin menga deb. Kaori atir mana bu ikkalasi birgalikda olinganda skidkada edi. Вообще juft olinganda-da. Mana bu kollagen, ichimlik kollageni, bu tanishim onasiga zakaz qilgan edi. Nariga Dabragen aktivni ichib qo'yibdi bir pasta, srokidan oldin. Keyin mana buni zakaz qildik. Oyilariga oyoqlari og'rir ekan. Shundoq o'sha sustavlarni to'g'rilab beradi. Keyin bu yerda qiziq narsalardan yuzi yog'lilar uchun bunaqa salfetkalar bor. Ichida 80 ta kichkina ko'ringani bilan yuzdagi yog'liklarni yozda ketkizish uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki yozda yuz anchagina yog'lanadi. Tak, mana bu tushni katalogda 54900 dan chiqibdi, oldim. Bilasizlarmi nima uchun oldim? Chunki bu kipriklarni o'stiradi. Yaxshigina kipriklarni o'stiradi, tez. Ayniqsa kim narashkalar qilgan bo'lsa, maslahat beraman. Oldim, ayajonim srazu surtib oldi. Ishlash qanaqa ekan? Yopishqoqroq? Anaqasicha ob'yom, uzunlik qanday? Uzunlikni yaxshi tortyapti. Uzunlikni yaxshi tortyapti debdi ayajonim birinchi ishlatib ko'rishi. Lekin qoraligi ham yaxshi, normalniy qoraligi. Mana bu narsani qizlar, men hozirlik ko'rsataman. Bu tush Miss Coral siyoh rangida qizlar. Bu siyoh rang qizlar, такой черничный da, toza rang. Bu bunaqa yarki emas qizlar. Voy. Ayajon, senni berib yuboring. Buni ochib o'rsangiz yaxshi bo'lardi.
Bu o'zi juda ham bitta klientim yaxshi ko'radi. Kipriklarni qayirib qo'ygani uchun и настроением yozgi qizlar, juda ham yozgi. Поэтому men mana shu juda ham yorqin rangni olgim keldi o'zimga. Voy. Qarang. Mana bu rangini qarang, chiroylisini. Mana. Bu bozordagi arzon rang emas, o'ta bogатый, to'q, chiroyli rangdagi tush. Даже tagidan qora qilib turib, ustidan mana shuni yurg'izsangiz ham вообще cho'tka chiqar ekan qizlar. Menga yoqdi. Kipriklarni zo'r qayirib beradi. Kiprik qayirgich ishlatgandek qilib. Bu o'zimni guruhim uchun. Voy, yopishga yordam berib yuboring. O'zimni guruhim uchun 120 balldan ortiq qilganlarga lotereya qo'yaman. O'sha qimmatbaho narsalar bo'ladi. Bu safarga ham mana bu bilasizlar, katalogda 320 mingdan chiqadi. Hozir rasprojada sal arzonroq chiqqan. Brilliant charm ko'zlar uchun teng. Mana ko'ryapsizlar, kattagina. Kodi 56773. Juda ham yaxshi odzivlar bo'lgani uchun qizlar 20 ta rangi bor o'zi ham. Ichida har xili bor. Matvisi ham, yaltirog'i ham, satini ham. Qizlar, mana qarang chiroylisini. Vau da. Prям super qizlar. O'zim xohlardim. O'zimda senlarim ko'p, no juda ham kim bilandir mana shuni bo'lishkim kelgani uchun o'zimni guruhimga 120 balldan ortiq qilganlarga lotereya tariqasida sovg'a qilishga qaror qildim. Mana shuni sovg'aga qo'ydim. Chiroyli qarang, mana bu yaltiroqlarini qarang, satin ranglarini qarang. Shunaqangi tiniq, shunaqangi chiroyli bo'lar ekan qizlar. Давайте bunday qilamiz. Sovg'aga olgan xafa bo'lmas. Mana bunda rangini qarang, yaltirashini. Ko'ryapsizmi? Har bitta rangi mana shunaqa zo'r yaltirab beradigan, причем yaxshigina stoyki to'kilmaydigan ekan. Qarang. Juda ham chiroyli, to'ylarga вообще super bo'ladi. Bir 3 yil ishlatsangiz kerak. Mana shuni. Eng zo'ri qizlar, hamma rangi ishlatiladiganda. Bizlar Osiyoda, masalan, O'zbekistonda ishlatiladigan ranglar. Yashili ham bor, qizili ham bor, ko'ki ham bor. Qarang, hamma ranglari ishlatiladigan ranglarda. Поэтому maslahat beraman. Hozir skidkaligida olinglar. Bir narsa zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, menga yozishlaring mumkin. Telefon raqamimni qoldirdim описаниеda. Faberlikka a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar ham yozinglar. Faberlikda a'zo bo'lganlar, sizlar ham mana shu tenni ishlatib ko'rdilaringmi, yo'qmi yozinglar. Arvanta atiri haqida, Zen atiri, mana bu Kauri Zen atiri haqida sizlarni fikrlaringni kutib qolaman kommentariyada.